Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Xudo xolasa bugun 7-mart 2025-yil. Xudo xolasa mana Asht nohiyasida Do'stlik qishlog'ida o'z ish faoliyatimizni boshladik. Xudo xolasa mana ana shu yerlar bo'ladi. Mana xudo xolasa bugun ishimizni boshladik. Qochib mana ekan. Bugun boshladik xudo xolasa. Tunukamizni eni 1 metrlik 0.35 oqi ham, shakarlanisi ham. Mana aziz tomoshabinlar, darvozaxonamiz ikkita kosmos bo'ladi, yangi fason, tashqarilari ham yangi fason bo'ladi. Mana bu tomonlari bo'ladi xudo xolasa. Kimga shunaqa sifatli xizmatlarimiz kerak bo'lsa aziz tomoshabinlar, mana biz xizmatdamiz. Kommentariyada juda ko'pchilik yozadi, Ashtga qachon kelasiz, Ashtga qachon kelasiz deb. Aziz tomoshabinlar, mana Asht nohiyasiga kelganmiz. Kimga shunaqa sifatli tungafon patrollar kerak bo'lsa, mana bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin, xudo xolasa. Ana shu joylarni mana xudo xolasa qo'limizdan kelgancha chiroyli qilib bu tomonlarni boshqa ustolar qilgan, bir 5-6 yil bo'lib qolgan buni qilinganiga biz faqat ana shu joylarni qilib beramiz. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa aziz tomoshabinlar, bemalol bizga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa biz xizmatdamiz. Tunukafon patrollar bo'yicha Asht nohiyasida biz hozir mana Do'stlik qishlog'ida mana shu yerni mana chiroyli qilib tunuka bilan apshipka qilib beramiz. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa biz doimo xizmatdamiz. Kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bepul layklarni gumbillatib bosib qo'yamiz. Ekranga tirs tamom aziz tomoshabinlar. Doimo sog' salomat bo'linglar. Xudo xolasa kanalimizga kuzatib boringlar. Ish jarayonlaridan qo'yib boramiz kam-kam.